Burger julienne haqida eshitganmisiz? Birga tayyorlaymiz. Nachinkasi uchun shampinyon, piyoz, tovuqni ko'rsatilgandek to'g'raymiz. Manda bu masalliqlar 4 ta burger noni uchun mo'ljallangan. Masalliqlar miqdorini opisiyaniyada yozib qoldiraman. Lekin tayyorlash jarayonida bitta burger nonini kichkina farzandim yeyish uchun olib qochib ketdi. Hammaylar och bo'lsin deb tayyorlashda davom ettirdim. Skоворodkani o'rta olovga qo'yamiz. Yog' quyib, qizigach piyozni solib, ozgina o'ldirib olamiz. Ketidan tovuq, tuzlaymiz, murchlaymiz. 2 dona chesnokni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Bitta aralashtirib champinyonlarni qo'shamiz va suvi ketgungacha qovuramiz. Manda slivki bo'lmagani uchun qaymoqga 2 osh qoshiq sut qo'shib, suvlar ketgan masalliqlar ustiga quyib olamiz. Ozgina qaynab quyiladi, tayyor. Non ustiga surtishga sariya, ko'kat, priprava aralashtiramiz, chetga olib qo'yamiz. Kornus burger nonlarini ochamiz. Nonlarimizni shapka qismini olamiz, ichlarini o'yamiz. Bu orada duxovkani yoqib qo'ydim. Mani duxovkam tepa past bo'lgani uchun tepa qismini yoqib qizdirib qo'ydim. Bulochkalar ichiga nachinkadan 3 qoshiqdan solib, ustiga sir shapkasini yopamiz. Boyagi sariyog'ni surib, duxovkaga qizartirishga yuboramiz. Juliennimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring, oilangizdagilar rahmat aytishadi. Retsept yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying.